Sartepa bozorchani oldiga 3 xonalik polnotsенный vashi budjetni narxga chiqardi. Eng qizig'i, menga naqd pulim yo'q, ipotekaga olaman desangiz ham, ipotekaga 20 ming, 25 ming boshlang'ich to'lov bilan olsangiz bo'ladi. Mana shu pirxoshga operator, pirxoshga ko'rsatasiz. Mana shu eshikdan shunday kiraverishda, siraza o'ng qo'limizda bitta kattalar uchun yotoqxona operator. Buni mebel jihozlari nima ko'ryapsizlar, hammasi mana shu yerga qoladi. Har bitta xonasiga trezasi bor, bezbol xon. Ana endi mana bu ikkinchi xonasi, bu ham spalni, bu detskiy qilsangiz ham bo'ladi, kattalar uchun yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi. Mebel jihozlari hammasi turadi. Eng qizig'i, mana bu yerga o'zini balkoni bor. Mana shuni ham yana bitta detskiy qilsangiz ham bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zi ikkita xona bo'ldi. Mana bu endi 3-xonasi bo'ladi. Bunga ham hamma shu mebel nima ko'ryapsizlar, hammasi qoladi. Televizor, lustra, parda, gilam hammasi zakonni kim olsa ham lekin maza qilib yashaydigan joy. Eng qizig'i, ana endi kuxnini ko'rsatamiz. Operator kuxniga o'tiradigan joyi bor. Yana bu yerga ham balkoni bor. Gaz plita, mebel, vitishka, hamma sharoit bor. Kir yuvish mashinasi, xolodilnik, nima ro'zg'orga kerak bo'ladi, hammasi bor. Ana endi sizga narxi qiziq bo'lsa, narxi 60 ming so'm, yana ozgina savdosi bor, sunnatiga muvofiq ozgina. Ko'p emas, ko'pni mo'ljal qilib kelmaysiz. Ozgina savdosi bor. Yo'q, men 60 ming pulim yo'q, ipoteka qilib olaman desangiz, ipotekaga ham iloji bor. 5 qavatli domlarni birinchi qavatda joylashgan, Sartepa bozorchadan 100 metr o'tganda. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.